алейхиссалам дагы башка бир хадисин айтат: "Инна малакал маут ла янзуру фи вужухил ибад кулла яум 70 назра. Фа иза ضحك العبد الذي بعث إليه يقول يا عجبا بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك." Malakal maut o'zi hadisida malakul maut deb kelgan. Biz aytmoqchi Azrail, o'lim ferishtasi, jon olg'ich ferishta. O'sha malakul maut o'lim ferishtasi Azrail alayhisalom kunda har bir insonning yuzini 70 yo'l qaraydi. Har bir sizning dag'i yuzingizga bir kunda 70 yo'l qaraydi ekan. Boshqa bir rivoyatda aytadi, malakul maut har bir insonga kunini 5 yo'ldan qarab ketadi, ahvoldan xabar olib keladi degan boshqa bir rivoyatlar bor. Misali sizga bir kunda 5 yo'l malakul maut o'lim ferishtasi qarab ketsin. Tag'in aytayotganda hadis muallif aytadi: "Fa idza dhahikal abdullazi bu'itha ilay." Janobi malakul maut kelgan mezgilda janobi benda, janobi odam, inson kulib atgan bo'lsa aytadi deydi-da. Ya ajaba, taң qalishdi. Men buning ruhini olgani kelgan bo'lsa, bu kulib xursand bo'lib yuradi. O'shani taң qalatgan o'lim ferishtasi. Buning ruhining olinishligi, buning jonining olinishligi shuncha tez, shuncha bat bo'lib, ömrü shuncha qisqa bo'ladi, dag'in bu o'zincha jirg'ayib deb malakul maut o'lim ferishtasi o'shantib kulib, o'shantib bir taң qalat ekanda har bir inson.